Barcha darsliklarni rasmxona.uz saytidan bepul yuklab oling. Vinyetka 24 fotograflar uchun zamonaviy uslubda yaratilgan yuqori sifatli vinyetkalar xizmati. Respublika bo'ylab yetkazib berish bepul. Endigi darsimiz reklama taxlash haqida bo'ladi. Birinchi o'rinda Photoshopni ochib olamiz. Reklama faqat yangi Photoshopdan taxlanadi. Freepik saytimizga kira olamiz. Bu yerda banner deb yozamiz. Fler taxlatmoqchi, fler deb yozish kerak edi. Biz hozir reklama taxlab berishimiz kerak deylik. Bu yerdan har doimgi PC'ga qo'yamiz, bepulga qo'yamiz. Keyin sizga knejni reklama kerakmi, albomni kerakmi? Shuni tanlab olamiz. Albomni yoki knejni yoki kvadratligi. Misol uchun bizga knejni kerak deylik. Belgi qo'ydik. Taxlayamiz. Endi qiladigan ishimiz mana zip papkadan chiqarib oldik faylni. Klient aytayapti, menga deydi, mana bu eni 1, balandligi 2 sm, ana bu eni 1 metr, balandligi 2 metr banner kerak deydi. Nolga yasab yotishyapti. Tayyor shablonga yasatsangiz bo'ladi. Endi bosasiz. Qarang, bannerlar uchun esdan chiqmasin, 100 sm to'liq yoziladi. Bu yoq ham 300 sm yoziladi. Masalan, 1 ga 3 yoki 1 ga 2. 1 ga 2 deyilgan 200. Mana bu rashinasini bannerlar uchun 100 ga qo'ying. Agar juda katta razmer bo'lsa 50 ga qo'yinglar. Kreat qilinadi. Yoki mana bular kesib olsangiz ham bo'ladi. Shablonga ramka muncha fayl tashlashni o'zi bilan undan ko'ra oddiyga mana shunday kesgansiz qilay. Santimetrga qo'yaylik. 100 santimetrga 200 santimetr rashina 100. Ketdi. Kesib olamiz. Hech qayerga kesilmasin desa, sal cho'zibroq kesish kerak. Transform qilamiz. Mana bu yigit rasmini belgilaymiz, ustiga 2 marta bosamiz. Hozir faylni o'chiramiz. Bu yerga bironta yigit, masalan, bironta o'quvchi rasmini qo'yish kerak ekan, kesib berdik. Tashlaylik shuni. Select subject. Ketildi. Kattaroq qilib olamizda. Mana buni o'chirib tashlaymiz, kerak emas. Ketilib qilamiz. Ketilib qilamizda yopamiz. Mana bu yerga tushdi. Orqasidagi soyani o'tlaymiz, kerak emas. Bu yerga yosh shrift tanlashga yoki o'zingizga yoqqan shriftda o'zgartirib chiqsangiz ham bo'ladi. Mana ikkalasini kattaroq qilib olsak ham bo'ladi. Chora shift tanlaylik. Endi shiftga qo'yish chiroyliroq edi. Yo buni katta qilish yoki orqa fondagi kvadratni kattaroq qilish kerak. Mana orqa rasmimiz berga ekanmiz.
Buni ham Arial bilan qilaylikchi. Agar iloji o'zida shrift chizsin desangiz, mana bu shriftni o'zini ko'chirib olishingiz kerak. O'zini. Siz ko'chirib o'rnatsangiz, keyin xuddi o'zida ochadi. Misol ko'rsatishini. Ko'chirib olamiz. Zipdan chiqarib olamiz. Hammasini ustidan qilamiz. Qilamiz. O'rnatilgan shrift. Photoshop darsliklar. Yapıldı. Mesela chat üçüncü onlar 900'den rasmiy saytimiz degan joyga siz xohlasangiz Telegram akkauntingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Nikingizni yozasiz, masalan. Telegram profilimiz. Shunga kirasiz, mana bu yerga. Nima 951. Siz o'z nikingizni yozsangiz bo'ladi. Xohlayman yozib bironta chetga yonta yozib qo'shib qo'yasiz, o'chirib tashlang. Tayyor mana bu ketish shifterini bo'lsa, mana 1 ga 2 metrlik banner tayyor bo'ldi. Yoki ham reklama taxlab berib bitta listga desa ham mana shu afishadan hozir afishani taxlab bersangiz bo'ladi. Albom degan ko'rsatay shuni. Masalan bitta 20-30 listga taxlab ber desa ham kirasiz, sketch qilib olasiz. Mana bu tif qilib saqlanib qo'ying. Rozisa tif qilsangiz tanlayotgan rasmingiz ko'rinadi, taxlayotgan rasmingiz. PC'dagi ko'rinmaydi variantda. Mana o'chirib tashlasangiz mana tifligi bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi keyin. Mana shu. Endi boya keyingi ko'chirgansiz o'tgan albomni deyapti. Aytayapti, buni deydi bitta listga taxlab berish kerak deydi. Iloji bo'lsa odam rasmi yo'qdan oling reklamalar uchun. Mana bunday ramkaliklari bor. Iloji pulini ko'chirsangiz chiroyli chiqadi, lekin mana bepullarga ancha yaxshi narsa chiqadi, faqat bo'larmasga ko'chirib tashlamang, limit bor. Iloji bo'lsa mana bunday ramkasi borlarga oling yoki odam rasmi yo'qlarga oling. Farqi o'ziga yoqqani, eng yoqqani ko'chirib olsangiz bo'ladi. Hozir masalan mana shunga taxlab ko'raylik, sketch qildik. Ko'chirdik. Zipdan chiqarib oldik. Fayl qani ekan. Mana bu ekan. Bu JPEG-ligi, bu PCD-ligi. Update qilamiz, ketdik. Mana bu yerga xohlagan rasmingizni qo'ysangiz bo'ladi. Mana rasm tashlab ko'ramiz. Kopiya qilamiz. Mana tushdi rasm. Bular o'zgarmas ekan. Xohlasangiz o'chirib tashlang, xalaqit qilsa. Bu yerga o'zingiz yozib, masalan tekstingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi, nima deb yozish kerak afishaga. Reklamani yozib, bu yerga o'sha logotipini qo'yib, bu yoqda agar akkauntlarni qo'ying, xohlang o'chirib tashlang. Bular tursa ham eshit qilmaydi. Bu yerga chana reklama bo'lmaydi. Mana shunday chiroq taxlab, masalan 20-30 mi 30 ga farq yo'q.
taxlab pechib bersangiz bo'ladi. Bularni iloji bo'lsa qani 20-30 ga bu sig'maydi. Yaxshi yo'li ostiga dehqonchilik ko'rsataman. JPEG saqlanib qolib taxlaganimizda hech qayerni kesmasdan chiqish kerak. 20-30 ga desa, betam cho'zilib ketmasligi kerak desa, shu taxlagan rasmingizda mana afishangiz JPEG'lik qani mana. Mana 20-30 qog'ozga iloji boricha to'ldiribroq chiqaring. Mana shuni ham taxlab chiqarib bersa, hech qayeri kesilmasdan aniq chiqadi. Hech yuzi ham cho'zilmaydi. Vinyetka 24 fotograflar uchun zamonaviy uslubda yaratilgan yuqori sifatli vinyetkalar xizmati. Respublika bo'ylab yetkazib berish bepul. Barcha darsliklarni rasmxona.uz saytidan bepul yuklab oling.